Dunyoning eng kuchli bokschisi o'zbekistonlik sportchi bo'lishini tasavvur qilib ko'rganmisiz? Bokschi Bahodir Jalolovning maqsadlari aynan shunday. U birinchi raqamli bo'lish niyatida. Ikki karra Olimpiya chempioni Bahodir Jalolov super og'ir vazn toifasida mutlaq jahon chempioni ukrainalik Aleksandr Usikga qarshi ringga chiqishni xohlayotganini ma'lum qildi. Bu haqda The Ring nashriga tayanib Sport.kz xabar berdi. Unda Jalolov agarda bir necha oy shug'ullansa, Aleksandr Usik va Anthony Joshua bilan jang qilishga tayyor bo'lishi haqida aytgan. Menga 2-3 oy vaqt bering. Biroz shug'ullansam, Usik va Anthony Joshua bilan jangga tayyor bo'laman. O'ylaymanki, bu qarama-qarshiliklar muxlislar uchun ham qiziq bo'ladi. Ular ham men kabi Olimpiya chempionlari hisoblanadi. Shuningdek, professional boksda ham katta yutuqlarga erishgan. Ehtiyot bo'ling. Men yo'lga chiqdim degan Jalolov bergan intervyusida. Bokschi 2021 va 2024-yilgi Olimpiada o'yinlarida oltin medalni qo'lga kiritgan. Professional boksda esa 14 ta jangning barchasida raqiblarini nokautga uchratgan. 2012-yilgi Olimpiya chempioni Aleksandr Usyk esa professional boksda hozirgacha mag'lubiyatsiz yurishini davom ettirib kelmoqda. U 23 ta jang o'tkazgan va barchasida g'alaba qozongan. Hozirgi kunda u super og'ir vazn toifasida mutlaq jahon chempioni hisoblanadi.